O'rtog'idan keyin qaynonasidan so'rash kerak. Qaynonani ham hurmat qilish kerak-ku. Ruxsat so'rash bu hurmat. Xullas, shu video meni e'tiborimni tortdi. Nimasi bilan? Ruxsat so'rash bilan hurmat belgilanadimi debdi bu bola. Kechirib qo'yasiz, belgilanadi. To'g'ri, aytishingiz mumkin. Ruxsat so'rash bilan etib ketish farqi bordi. Bu farq qattiq rol o'ynaydi. Kelin bo'lib tushilayotgan oilaviy muhitga bog'liq. Bir xil oilada hamma narsa so'raladi, hamma narsa maslahatlashadi, hamma narsa so'ralsa, katta tilidan o'tga borib, biz men so'rashga majbur emasman, men unaqa qilishga majbur emasman deb aytolmaymiz. Yangi kelin bo'lib turib. To'g'risi, oilaviy muhit rol o'ynaydi, qizlar. Bo'pti, keling bitta savol beraman. Qizlik paytimizda o'tbetga bormoqchi bo'lsam, ishxona o'qishga ketmoqchi emasman. Undan tashqari qanaqadir o'tirishmi, tug'ilgan kunmi, to'ymi bilmayman. Kimdan so'raganmiz? Yo so'ramay keturganmiz ham. Ota-onamizdan so'raganmiz, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Uylarda qilingan narsa bu yerda ham qilyapti. Bu, конечно, oilaviy muhitga bog'liq, erlarning qanaqaligiga bog'liq. Lekin hamma narsa vaqt o'tib o'zgaradi. Qizlar misol uchun, menda ham bo'lgan kelinligimda nimadir g'alati ko'ringandir, men bunaqa bo'ladi degandirman. Xuddi shunaqa narsa ular ham meni ko'rib, bu boshqacha qilar ekan, bu unaqa ekan deb aytishgan. Chunki hamma boshqacha muhitda katta bo'lgan. Sizlarni ham misol uchun vaqt o'tib fikringlar qabul qilinadi. Qaysidir bemalol ketishlarmi, hamma narsa vaqt o'tib bo'ladi. Ruxsat so'rash bilan etib ketish farqi bor, faqatgina oilaviy muhitga qarab.